Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. O'zbekistonda go'sht narxi yana ko'tarildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Go'sht narxi oshmoqda, import esa kamaymoqda. O'zbekiston bozorida nimalar bo'lyapti? O'zbekistonga mol go'shti olib kirish hajmi ketma-ket 2 oydan beri pasayishda davom etmoqda. 2026-yilning aprel oyida mamlakatimizga 57 million dollar qiymatdagi 11,2 tonna mol go'shti import qilindi. Taqqoslash uchun mart oyi bu ko'rsatkich 12,7 tonnani 61 million dollar, fevralda esa 14,4 ming tonnani 67,4 million dollarni tashkil etgan. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, yetkazib berish hajmi mart oyida 1,7 ming tonnaga, aprelga kelib esa yana 1,5 ming tonnaga qisqargan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.